To'xtang. Lul müfettiş, men bilan uchrashishda asoslig'i menga garnizon shtabi va shaharlik hukumatning yuqori qatlamidagi ba'zi kishilarning atkazchilik va nafsoniyatchilikka oid ba'zi maxfiy arxivlarini ko'rsatmoqchi edi. Siz ko'rdingizmi? Tex ko'mgan. Amni ko'rishib ahvol so'rashsak, o'q ovozi anglandi. Sizning farzangingiz kim qilgandi? Farzimcha? Buni tekshirish kerak. Qarg'ulash faraz qilishga bo'lmaydi. Uchrashadigan joyni kim oldida o'tirib qo'ygan? Lul müfettiş. U yerning xo'jayini bilan tonish ekanligini, u yerga doim bordiganligini aytgan edi. Bizning bu yerda obdan bir uy bor. Siz aramlab turing. Bo'lmaydi. Men darhol qaytishim kerak. Hey. Bunda qilsangiz yaxshi bo'lmaydi. Bu deylo hamon maxfiy ishlar idorasining qo'liga tushdi. Men darhol tekshirishni boshlashim kerak. Siz hozircha mushada aramlang. Bu punkt boshlig'i o'zi kelib ketamdi ya. Muavin punkt boshlig'i. Beka qabul chiqolmaydi. Xonimimga telefon bersam bo'ladiganda. Voy, Oqshomliqqa nima yeymiz? beliq yeymiz. Bugun ozroq ishim bor. Kechroq qaytishim mumkin. Siz yeyavering. Ma'qul. Jazmlashdimi? Rost jazmlashdimi? Jazmlashdi. Ikkinchi bo'limliklar jasadni tekshirib qaytib keldi. Kim qilgandi? O'quvchilar, yo bo'lmasa Go'yo'lining agash kuchilari. Muam boshliq nima ekan? Garnizon shtabida so'roq qilinayotdi. Bema'nilik. Ularning maxfiy ishlar idorasining odamni so'roq qildiganga nima huquqi bor ekan? Siz odam yeb berib, uni yondirib keling. Xo'p, Bu odamni men naq maydonda tutib oldim. Yanada qurol bor ekan. Siz uni tanimsiz. Yüzaching uning muhofazat qilishga kelib, qaytib ketishga ulgurmagan yo'ldosh bo'lib qolishidan andish qildi. Bu odam uni tanimaydi, lekin Lo xo'jayinni cho'qim taniydi. U darhol tadbir o'ylashi kerak edi. Men uni tanimayman. Sen nima odam? Uni ep chiqib ket. Hop. Sizlar meni bu yerda qachong'ish turg'izsizlar? Bu nimaga hisob? Qamashma? Hech nimaga hisob emas. Menga qo'mondonlik shtabining buyrug'i kerak. Sizlar mening vaqtimga qo'shil qilyapsizlar. Qotil shahardan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Esingizda bo'lsin, odam tutish degan maxfiyatlik idorasining kasbi. Sizlarning kasbinglar urush qilish. Menga yuqoridan buyruq kelish kerak. Kira. Bo'lmaydi, hech kimni kirishiga bo'lmaydi. suringiz bek yomon-ku, teatrat boshlig'i. Muavin boshliq. Men odamni ep ketgil keldim. Mufattishning o'ltirilishi oddiy ish emas. Men yuqoriga javob berishim kerak. Nima javob berdingiz? Buni sizning so'rashingizning hojati yo'q. Bu yerdan darhol keting. Agar ketmasam-chi? Siz hozir qotilning qechishiga yordam beryapsiz, bilamsiz? Yuring, atraf boshlig'i. Men telefon kutyaptim, ha. Voy. Ha, uqdim. Ma'qul. Ma'qul. Muavin punkt boshlig'i, kechiring. Biz uqtirish topshirib oldik. Siz ketsangiz bo'ladi. Yana texe amalingizdan ip tashlash buyrug'ini topshirib olsiz. Ne turish? Bu gapcha sizmi tasqabsizda? Yerim sekund. Naq maydonni men ko'rdim. Otgan odam intayin ustimargan ekan. Muavin boshliqning pek talibi ekan bu.
Lu Chaoshan o'quvchilarni bostirgandan sirt, yana hukumat va harbiy qo'shinning yuqori qatlamidagilarning xiyonat qilish ahvolini tekshirayotgan ekan. Bizning maxfiy ishlar idorasining mumkin. Bu uning o'ltirilish sababining birisi bo'lishi mumkin. Voy. Xuton. Zicha, xotinangiz sizga tamoqqa kelibdi. Ishxonangizga chiqib, oldirmay yeb. Ko'nglingizni tinchitib oling. Ma, xotinni, shumi qiliqmi? O'xshabdimi? O'xshabdi. Ular naq maydondan bir odamni tutibdi. Endi qurol bo'lgan. Bizning odamimizmi emas? Yo'q. 4 odamning hammasi tejaman chekinib chiqdi. Oyoqroq o'ltiring. Ha? Oyoqroq o'ltiring dedi. Quchog'imda o'tirib qoldingiz. Qaltismargan kessiz. Sizga qartib atganda qo'lim titrab ketdi. Mush qo'lingiz bilan otdingizmi? Ha? O'ng qo'lingizda otadigansiz, ha? Quruq gap. Yana Ha. Ma'qul. Xo'sh. Qotil ishlatgan mashina tepilibdi. Kimning ekan? Tozalash shtabining Lu Chaoshan o'ltirilishini yarim soat ilgari Pristondan o'g'irlangan ekan. O'g'irlangan? Meningcha bu tozalash shtabining odamlar qilgan ish. Siz darhol berib, ular tutgan odamlar bilan Lu Chaoshanning sumkasini yondirib akiling. Ma'qul. Esingizda bo'lsin. Lu Chaoshanning garnizon shtabida ishxonasi bor. Uning tatminlarini aqtirib, ishidagi materiallarning hammasini elib oling. Tushundim. Yana Lu Chaoshanning narsa keraklari, sumkasi ichidagi narsalar, materiallarning hammasini ular tizimlagan bo'lishi mumkin. Siz o tizimlikni billa elib oling. Qo'l qo'ymang. Bu qiyin bo'larmikan? Ular cho'qim o'tkazib berish rasmiyati o'taymiz deb turib oldi. Hech qisi yo'q. Davlat mudofaa ministrligining yo'l yo'riq edi. Men hali ularga telefon beraman. Esingizda tuting. Ishida siz bilan menga foydasiz materiallar bo'lsa, chiqarib oling. Cho'qim bor. Shunga o yoqda hargizmi kopiya qoldirib qo'yishga bo'lmaydi. Tushundim. Voy, Yuxana, Şey efendim, nag bodingiz? loyiga tamoq qapadim. Ular oldirash o'xshaydi, ha? Aldirash, kirib ketdimi? Ha? Men bir gapni anglab qoldim. Lu Chaoshanni o'ltirib yetibdi deydi-ku. Shundaqmi? Yo'q gapni qilmang. Lolo degan Nanjingda tursa, kirib ketdimi? Xo'sh. Bu sizniki ekan. Meni? Bu yerda sizning birisi bor ekan. Xinjiangning ishi?
Birsi menga ziyonkashlik qilibdi. Qasddan o'ltirgan. Usul teknadan topqandi. Yumuan boshliqimda ya. Shundaq bo'ladimi? Bizning punktda bundaq mashinka yo'q. Qarang. Garnizon shtabidagilarning shumligi bo'lishi mumkin. Hozir tekshirish atritiga xeyli muntazamlashib qoldi. Ularning ichida nurg'unlar ko'ni juntungdan chekinib chiqqanlar. Bu yerda Yumuan boshliqning birisi bor ekan. Bu Luchavshan tazimi zaharxanda nima ekan? Yuz uchun uning jinini qutuldirgan tursa, yana uning materiallarini to'plabdi. Qanday qilmas? U o'z odamimiz tursa, chiqarib olaylik. Nima? So'mki bilan odamni biroqli yondirib ketdi? Kim bejiribdi? Ha. Yo'q. Atrat boshlig'i tegmang demidi. Yüzachin Liyaning o'zini ostardan tekshirayotganini bilardi. U Lu Chaoshanning o'limi orqali Liyaga o't tutashtirish maqsadida Lu Chaoshanning hujjat sumkasiga Liyaning Shenshangni o'ldirganligi haqidagi materialni selib qo'ygan edi. Bu Liyani o'lim girdoviga olib boradi. Qaraganda uning bu sherin xiyoli suvga chilashgan edi. Punkt boshlig'i bilan Liya chaqqon chiqib qoldi. Boshliq. Muavin boshliqning ma'lum materialini-chi. Qo'shnisining ayoli bilan ishbash tortishib yurgan degan nima jinoyat bo'ladi? Ko'ydiraylik. Baxatarlik bo'pti juma. Elimisiz vaqtida o'ylabsiz. Bo'lmasa bu materiallarni garnizon shtabi Nanjingga yo'l yutirgan bo'lsa, Baxatarlik. Ammo u qatil kimdi? Qog'ni bu yerda turishliq harbiy qismlar bilan hukumatdagi ba'zi kishilarning atkazchiligi, nafsiyanatchiligi haqidagi materiallar ekan. Farzimcha uni otgan bu odam bir bo'lsa harbiy tarafdan, bir bo'lsa firqa shtabdan avatilgan. Jazman harbiylar. Eliqi mashina tozalash shtabining ekan-ku. Mashinaning shularning bo'lishi dal ularning emasligini bildirdi. Meningcha firqa shtabning odami qilgan. Juntoning ashundaq an'anasi bor. Ular tutgan heliq odam hozir qayerda? U odamni men avatgan. Siz avatgan? Amallik saqlash luyidan oriyatga olgan. Luchavshanni paylashga avatgan edim. Kimni paylashga avatganingizni alvasta biladi. Wu Jingjong o'zining qayta gullantirish jamiyatidagi mazgilida yetildirgan puras sezimiga asosan Lu Chaoshanni Liya o'ldirgan bo'lishi mumkin deb qaraydi. Biroq u uni surishtirishni xohlamadi. Chunki Lu Chaoshanmi uning yurakidagi yara edi. O'lgunimi bo'ldi. Buning ichidagi chetishq odamlarni tamoman yolg'iz qo'yib, hammasini tekshiringlar. Xo'p. İdora boshlig'i. Men Jinjong. Lu Chaoshan qatl qilindi. Bugun tushda Yumuan punkt boshlig'imi qil qoldi. Shuna qilaman. Farzimcha harbiy qo'shinning yuqori qatlimidagilar qilgan. Lu Chaoshan ularning nurg'un materiallarini to'plabdi ekan. Shunga Unda bo'lsa, sen u yerda qanday paydo bo'lib qolding? Sen qotilning sherigi boshqa ishni o'ylama. Agar og'zingni ochmasang, mush yerda o'lasan.
Seni kim avatgan? Hilqi mashinaning ichidagi ekan. Qattiq qiynanglar. Yo'q, yo'q. Men Liya atraf boshlig'i bilan ko'rishiman. Atraf boshlig'i bilan ko'rishiman. Bu bir uqishmaslik. Qiynanglar. Bu bir uqishmaslik. Boshliq, chata qo'ldi. Ishikni yaping. Boshliq, men Nima go'da qilsiz? Oldirmaydi. Mohim boshliq heliqi tutilib qolgan odamni so'roq qilyotidi. Siz bilasiz, u mening odamim edi. Va'da beraman. Aytganlarimning hammasi rost. Voyjon! Voyjon! Nima deyman? Lavyu, bo'ldi so'roq qilmang. Uni atraf boshlig'i sizni nazorat qilishga avatibdi ekandimda men. Agar u odamni mening avatganligimni bilsa, Luchovshani o'ldirish jinoyatimi menga do'ngilib qilishi mumkin. O'zingizga o'zingiz qildingiz. Men sizga uni nazorat qilmang. Zehniy kuchingizni nazorat qilishga tegishli odamlarga markazlashtiring desam, siz anglamadingiz. U degan muavin boshliq 37-yilda Juntonga kirgan tursa, uning bilan etishib yurdingiz. Boshliq. Xato qilibman. Endi unda qilmayman. Siz berib uni so'roqdan to'sib bering. Bo'lmasa buning oqibati Boshliq. Siz menga ishonmamsiz? Buning ichidagi sirlar Wu Jingjungga ayon edi. U Yuzachingga vaqt chiqarib beryotdi. Agar Yuzaching iqrorga ega bo'lgandan keyin ondan u berib bu ishni tinjilsa, Liya uning changiliga tushadi. Amaliyotda u bu ishki xizmatchisining mushundaq uzangi so'qishtirib turishini xohlaydi. Ma'qul. Men berib qarab boqay. Muavin boshliq qani? Hozir chiqib ketdi. Iqror qildimi? Qildi. Charchab ketdingiz, ha? Boshliq. Kayfiyatingiz yaxshi emas. Liyaning meni nazorat qilishiga siz qo'shilganmi? Sizcha men qo'shilamanmi? Bakadidan eshib ketdi-ku deyman. Qanday qilay deysiz? Qamab qo'yaylik. Meni nazorat qilish faqat bir bahona. Luchovshanning o'ldirilishida uning nisbatan eg'ir gumon bor. Boya men so'roq qilgan odam uning naq maydondan qochib ketishiga ulgurmagan. Sherigi. Sizcha akangizning necha gapini anglab qo'ying. Ha, o'tiring. Sizcha Liya bir ishlarda sal qaram. Men uning bilan tanishqili uzun bo'ldi. Uni bir qadar tushunaman. Uni Luchovshani o'ldirdi deyish. Ziyoda gumonxo'rlik bo'ladi. Menmi beshimni egili tasliq qildim. Kimdi u ko'ngli qara? Bir qishtoq bilan harbiylar Luchovshanni o'ldirsa uning sababi bordi. Meni nima deb o'ldirmoqchi ekan? Ko'p o'ylab ketibsiz. Liya xatoligini menga iqror qildi. Qotilni u avatgan bo'lishi hargiz mumkin emas. Uningda undaq jur'at yo'q. Bir qissa shu nazorat qila oladi. Ziyoda o'ylab ketmang. Ma'qul. Gapingizni anglayman. Siz bundaq degan ekan. Bo'ldi, surishti qilmayman. Amsa buni men ib qolay.
Ma'qul. Xapolmay Liyaga aytib qo'ying. Bo'ldilar, men o'zimday. Onunğa nim demakchi? Kaynimdan paylaqchilik qilmasin. Bo'lmasa yuz xatar qilmayman. Ha, ishqinglarniz-a. Nimali bo'lsin, men uning boshlig'ida. Day xo'jayin bo'lgan bo'lsa-ku, bundoq ishni qattiq bir taraf qiladi. To'g'ri. Boshliq degan palakdan ustun turdi-da. O'ylamabdiman. Oldimdagi o'qdan qutulsam, kaynimdan yoshirin atadiganlar bor ekan emasmi? Hay. Babam başlıq sırtqa çıxamsız. Başlıq. Siz bu Meni tekshirdingiz. başlıq. Mən ezibdiman. Kaynimdan paylaqchilik qilma. Yana taraqqalay desangiz. Bilaman. Yo'qlar. Mən sizni tekşirmən degandikin tekşirmən. Men siz uchun tekshirmayman. O'zim uchun tekshiraman. Natijasi chiqsa, xohlasangiz siz setib olasiz. Bo'lmasa, kim pul chiqas shuni sataman. Bo'lmaydi. O hozir menga tikilib bo'ldi. Siz-chi, menga bundaq bo'yruq talaffuzda gap qilma. Kallingizdan ayrilib qolsangiz, men bilan munosabati yo'q. Saviyanglar qachonmi o'sa sizlarni, ha? Nemishqa savdo maydonidagi ishqa doim jasuslarcha tasavvur bilan qaraydigan sizlar. Qandoqsiga kallamdan ayrilib qolar ekanman, ha? Men tavus satsam, siz qimmat ko'rsangiz, meni o'ltirib etamsiz? Unalg'uni menga qaytirib bering. Mumkin emas. O'zingiz 3 oy degan. Gapingizda yenimasingiz bo'lmaydi. Biz degan erkaklarjimi? Lükçeklik qılıvatamsız. Men bu pristanda jiq odamni ko'rgan. Gapida turmay lükçeklik qilgan siz. O'likingizning talada qilishidan qo'rqmamsiz. Agar siz bir pay o'q bilan meni o'ltirib etamay, men hayotli qolsam, biz davomli sodilishimiz. Bahosi adil bo'lsin. Kallingizda puldan boshqa yana nima bor? Muvaffaqiyat tuyg'usi. Chipranda. Soltek. Mening gaplarimni unutib ketibsan, ha? Atraf boshlig'i, gapimga quloq soling. Shuncha uzun vaqtgacha xabar bermading-ku. Haliqi pomchikni topolmay, elib keldigan xabari yo'q bo'lib qoldi. Yeyman qani. U o'ldi. O'ldi? Biz haliqi Wang Jianjin degan pomchikni topgan edik. Qani va? Gapimni anglab turing. Biz Manga rahim qilinglar. Ikki balam ish chaqirtib bo'lsinmi, manga rahim qilinglar. Men qaytib berishdan rostla qo'rqaman.
Bağırsam ölümem. Fukam, bana rahim kılın. Bana rahim kılın Fukam. Sizden ödünü kılay. Bana rahim kılın. Bana rahim kılın. Ne mısıldaysa? Tez bula! Sarang boptu. Meni 3 chaqirım yegicha qo'g'lab keldi. Yaramaslar. İki qoralliq odam bir sahroliq po'michga tankilalshamiding va? Sen kelgan yo'ling bilan berib, eliq yana tepib, eliq po'michik bilan Yushimining jasadini qaytirib kel. Tushundingmi? Men yenib berib qargan edim, hech nima yo'q turdi. Yushimining jasadi yo'qmi? Yo'q turdi. Kalva. U maxfiy avatgan 3 gruppidan birisining yerimi qaytib keldi. Chen professorning ota-onasini izlab manganlarni banditlar o'ltirib etibdimish. Suypingning yurtiga uning taxtini surishtirgili ketganlar izdiraksiz yo'q bo'lib ketdi. Necha kundan buyon Liyaning kayfiyati bozilib, chekiga yetgan edi. Chipov kiydiga yaxshiroq, arzon. Hey, nereden tapdınız? Birisi qarzning o'rniga akapti ekan. Yarg'inni tanlab eling. Arzon. Mahu çıraylıkken, muşun alay. Aram muşun alamsiz. Sizning yana bir singlingiz bor edi-ku deyman. Yotliq bo'ldimi? Ochi bo'lgan odam cho'ng shaharda bo'lgandikin, singlingizgami ep qo'ymamsiz? Singlingiz sizni ko'gilganmamda. Singlimni so'rab verib nim qilatdingiz? Mundaqli so'rab qo'ydim shu. Qandaq, yana aka iningiz bormi? Yo'q. Singlingiz nima ish qiladi? Dehqonchilik qilamdi yoki bir yerda ishlamdi? Siz zat nimani so'ramoqchi? Menga chipo tikizadigan raxni sotaman deb singlimning ishini so'rab ketdi. G'alit ish-ku, ha? O sizning bir singlingizdan burun yana endi turg'inni biladi. Rostmi? Bir ishni men sizga demay kelgan edim. Sherolin degan nadan topdi ekan, yananning ba'zi hujjatlarini qo'lga tushiribdi. Uning ichida bir tonishtirish bor ekan. Singlingizniki ekan. Tonishtirish degan nima? Bir parcha xat. Chatoq bo'pti amisi. U xat qayerda? Men o'g'irlab chiqib ko'ydirib etdim. O'g'irlik qilishni bilamsiz, texi? Yomon ekanman. Sherolin degan ajab yomon nemikin-a? Yan anni xitini nereden tapqandu? Bu nahayatimi cho'ng bir savdo. Bir bozorga o'xshaydi. Hamma odam bu yerga kelib bir narsa oladi, sotadi. U narsa axborot. Bilaman. Axborot bak pulga yaraydi. To'g'ri. Axborot degan joniga barobar. Necha odam, hatto necha million odamning bir davlatning taqdiriga gap uni kimning qo'liga tushira olishida. Efendimi? Men shu. Sto xo'jayinning deyishicha siz meni izlab ekansiz. O'ltiring. Siz Jinshan qamarxonasining doimliq mehmoni. Men sizga diqqat qilib uzun bo'ldi. Bekorchilikda ichim pushib, ancha-muncha o'ynab qo'yman shu. Doim utirayversangiz, nereden keladigan pul u? Ortiqcha savol so'rab ketdingiz-ku deyman. Efendi, sadiqa beray demsiz? Bo'ladi. Pulda chatoq yo'q. Menga moslashib berasiz. Men moslashishga usta. Usta bo'lsangiz yaxshi. Undaqda gapimni anglab beqib, qayerda xatolik bo'lsa, menga da. Ayting. Yaponga qarshi urush mezgilida
siz 8 armiyaga qatnashgan. Chenshu qaytarma jangida Yapon armiyasiga asirga tushgan. Keyin Tianjindagi Yaponiya alohida xizmat bo'limiga almashib kelgan. To'g'rimi? Yaponiya armiyasi taslim bo'lgandan keyin Jongtong idorasi sizni ep qilib, basmachilik shirkatida basma buyumlarni maxfiy nazorat qilgan. Keyin siz tekshirish kinishkasini yuqori bahoda ep sotganligingiz uchun xizmatdan qo'g'linib, bugungacha kelgan. Man qiziqadi ekansiz a? Manga nima qilmoqchi? Teatr o'ynaysiz. Bu yer Shanxay emas. Ansiz zamonning o'zi sahna. Yanala boyqi gap. Pulda chataq yo'q. Marvayt degan mushumu? To'g'ri. Nadan topdingiz? Bankining boshlig'i menga bir ishni qilib bersangiz deb so'g' qildi. Qimmatli haqichan. Nima bo'ldingiz? Tushdan keyin ko'ktat elib kelib deb bir ayol jangchini ishpiyonlarning ep ketayotganligini ko'rib qoldim. Yani ayol jan sizga? 8-armiyaning. Harbiy kiyim kiyibdimi? Kiyim bek ko'na, yuzida yara bor ekan. Fongning Luanping taraflarida jang bo'layotdi. Harbiy kiyim kiygan bo'lsa, jangda asirga tushgan bo'lishi mumkin. Ko'ni gazarmog'imo xel ko'p qamoqliq. Men dematlikkan. Yaralanmagan bo'lsa, cho'qim qo'lga tushib qolmay, oxirgacha elishidi ekan tuq. Ko'ribli bildim. U bek baturkan. Harbiy formini baldirl almashtirgan edi-ku. U texchi 18-armiyaning kiyimini kiyib yuribdi. Ba'zi qismlar almashtirmadi, nada uncholar ko'p pul bor deysiz. Uni dushmanlar o'ltirib yetamu. Bir nim degili bo'lmaydi. Agar dushmanlar sizni tutib olsa qanday qilasiz? Men adoqchi bardoshlik berman. Boshqa yo'ldoshlarni chetib o'zim uchun qurbon qilmayman. Agar faqat bardoshlik beramasam, o'zimni o'ltirib olaman. Menmi shu? Bu yaqinda ehtiyot qilaylik. Liya haqiqatan bizni ostirdan tekshirib etibdi. Bo'lmasa uni ujuqtirib etaylik. Faqat amalsiz qolmoqcha unda qilishga bo'lmaydi. Sizning amalingiz uningdan cho'ng tursa, sizni paylashga qanday petingandu? Shuni deyman. Menmi o'ylab qoldim. U qaysi nuqtada bizdan gumonlanib qolgandi? Yana ujuqtirib atgan tuzuk. Sizga xavf yetib qolsa bo'lmaydi. Men aslida Lu Chaoshanning o'limi orqali Liyani yo'qotishni o'ylagan edim. Amalga oshmay qoldi. Menga yana bir fursat bering. Men cho'qim yana bir pay o'q bilan uning jinini olaman. Hozir tek vaqt emas. Ha? Siz qoral etishni qanday mashq qilgan? Ajab daltak kizid ekansiz.
Әмдіғі білгенсіз, тағы ішчеді шамал баттықы. Шындақтымы ені дегенекті күзәлеймен. Alvastla tazlaş ippağa ili 8-ci armiyaның bir başlığı bizning kent uyuşması turgan edi. O özünün muhafizatçısını men bilan etiş müsabiqasiga saldı. Kim yangdi dep beqinga? Kim yangdi? Eliq muhafizatçı yemilib qaldı. Siz to'g'mi jangchi ekansiz? Qandaq deysiz? Siz Qur'onni shundoq olsangiz, tamoman boshqacha bo'lib ketadigansiz. Qandaq boshqacha? Nochi. Tushundingizmi? Shu nochi. Albatta. Men etishni yaxshi ko'raman. Biroq hozir xonimga o'xshab qoldim. Siz kelsangiz tamoq tayyor. Mening tamoq atgan chog'dagi holatimni ko'rib boqmadingiz. Shirolin tamoq atganingizga qarasizlar, xonimga o'xshaysiz deydi. Jangchigimi? Xonimga o'xshaysiz. Xanım. Jangchi. Bu qitim Guangzhouda Jingjianmenning xonimi bilan bir qitim tamoq yedim. Ko'zim xeyli ichilib qoldi. Qandaq deysiz? Hozir jon tikib ishlaydigan kim bor ekan? O'zini atash, qurbon berish deganlarning hammasi shu ekan. Hozir eng moda bo'layotgan gap rohat ko'rishgan. Eng yuqoridagilar pulga yaraydigan narsalarni aeroplan bilan sirtqa to'shib yetibdi. Pullarni dollarga almashtirib chet el bankasiga qo'yib yetibdi. Uning ostidagilariga qarasangiz, Huang Ronghua Guangxi g'amxo'rlik mahkamasiga beribdi. Wang Kong'an Gansuga berib amonlik saqlash mahkamasiga boshliq bo'libdi. Zhang Guotao Jiangxiga berib g'amxo'rlik mahkamasiga boshliq bo'libdi. Li Xiaobei Xunanga berib shtab boshlig'i bo'libdi. Yana Yu Lishang, haliq sizning savodoshingiz hozir Shanxay g'amxo'rlik mahkamasining boshlig'i ekan. Bularning hammasi tapovatlik mansab. Ishikdimmi, tunglikdimmi kirdi. Siz texnichi bu yerda o'quvchilarni bostirman, qotillarni tutaman deb shapashlab yurisiz. Xixoyan savdogar bo'lib, Jiangxijiang Tayvanga berib dehqonchilik maydoni qurgandan keyin men bu ikkilanib turmay, g'achchida chekinish niyatiga keldim. Muavin ministerning xonimining deyishicha, 3 tal cho'ka oltinga Malayada 100 moya setib olaydi ekansiz. Bu yerda nima qila oladingiz? Deyli o'lganda noit shu quruqliq armiya Jungjanga bo'laladi. U nima texi o'lgandan keyin badi. Siz yana nimadan umid kutatdingiz? Boshliqlarning xotoni bilan aralashib yurib, qo'mishlik qo'yib ketibsiz. Shuni dang. Xonim, Yu xonim keldi. Ha, Miyacha, singlim, keling. Vaka. Sizlar o'ndishinglar, ha? Maqul, siz ishingizni qilavering. Miyacha, Singlim, sizni ajab sevgandim. Miyacha, siz ketgandan keyin mungdishadigan odammi yo'q? Men shu Guangzhouda hech kimni sevganmadim, faqat sizni sevgandim dang. Keling. Bu yoqqa keling. Haqqa havola qilib, alaydan sizga deb oldirdim. Ajab chiroyli soatgina. Chiroyliqmikan? Ha. Rahmat, Miyacha. Buni qandoq taqaydi? Miyacha, aslida bugun men yangi tikkizgan chiponni kiyib kelib sizga ko'stay degandim. Tikkuchi og'rib qopti. Jinimni chiqarib. Bu qitimchi men Guangzhouda biroqla 5 chipo tiktirdim. 3 tal yumro'mal setib oldim. Uningga qancha pul ketdi? Davlat ichida yanada arzon, chet elda bo'lsa bakli qimmatdan. Miyacha, siz chet elga chiqamsiz? Ahmoq singlim, hozir vaziyat ancha yaxshi emas. Biz tövanda turib hech nimani bilmay hangviqib yuribdimiz. Yuqoridagilarning hammasi tayyorlik qilib bo'pti. Agar hozir chiqib ketib, 1-2 yil taraqqiy qilib, ondan oilasini ep chiqib ketsa, birar turar joyi bo'ladi. Agar rostila qo'g'lab chiqarilsa, beshini tiqadiganga yer yo'q bo'lib qoladi. Siz chiqib ketsangiz, vakam qanday qiladi? U degan maosh qarashli odam tursa, qarab boqamiz. Oldi bilan chiqib boqmamdi men. Bizning lo'yi qanday qila? O tex yosh, ammo vaqtni ching tutib, azroq kapital to'plab olsa, keyingi ishlarga foydasi bo'ladi. Kapital degan nima? Sap oltin, kumushchi. Singlim, men at kuchi ko'ydirib, butqa sajda qilg'ili boraman. Siz men bilan birga beringchi. Ma'qul. Menmi
Mənmi bir küc көйтерсәм булатты. Безнең лайычы, аңлакты. Hay, undaq demang. O bək aqıllıqçımı? Yo'q, sizning anglagan gaplarni uningga deb bersam ishonmayotidi. U pirqi davlatning eng oxirgi g'alaba qilishi qilishinidu. Bumu onun aqıllığılığı da?